YouTube kanalimiz 100 tadan oshganligi munosabati bilan bugun katta lobbilar amalga oshiryapmiz. Har bitta to'padinga MVPga 120 100 dan 5 ta o'yinni amalga oshiramiz. Hozirlikcha bugun 3 tasi, undan keyin ertaga 2 tasi, ertaga 3 tasi. Bizni kuzatib boring, like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Nima deydi? Sizlar yozgan kommentariyalar, sizlar bosgan like'lar biz uchun motivatsiya bo'ladi. Va biz bundan da zo'r, bundan da yaxshi turnirlarni, yuzlik turnirlarni o'tkazishga harakat qilamiz. Xullas ko'ramiz, vallahi biz yangi eventli Livikda ochdik. Eventli Livikda hozir eventda 52 ta odamni jangini ko'ramiz. 52 talik event. Shunaqangi ko'payib ketadi endi, voобще bo'lib ketamiz-da, qarab turasizlar. Hozir mana o'sha 7 sekunddan keyin o'yinimiz boshlanadi. Event ko'ramiz, event biz uchun qiziq bo'lyapti. Eventda vaziyat qanday bo'ladi? Event qo'ldan kelgancha teparoqdan ko'rsatishga harakat qilamiz. Tak. Go! Go! Pastga tashaldim endi. Ajab yana. Go vallahi, go! Voy, event tomosha qilamiz vallahi, bu tepaga tushibdi vallahi. Tak, bu yerda. Tepada ham yo'q, ancha tepada ham ancha odam, Yo-mayo. Event ko'ramiz, X7'lar. X7'lar уже kill olishni boshladi. X7'lar kill olishni boshladi уже. Boshqa. Vallahi bu yerda hammasini ko'rsatib o'tira olmayman, chunki bizda nima deydi? Odam ko'p. Bunaqa joylar alohida ko'rsatish qiyin. Shuning uchun xafagarchilik bo'lmasin. Ular yangisi. Event ko'ramiz bola. Eventda hali ham odam ko'p. Hali ham. O'yin juda zo'r bo'lyapti haqiqatan. O'yin tomosha qilishga arziydigan o'yin bo'lyapti. Lobbiga qo'shilib olsanglar, maza qilasizlar. Lobbida kayf qilasizlar haqiqatan. Chunki bizning lobbilarimizda hech qanaqa botlar o'ynamaydi. Bizning lobbilarda hamma igroklar, hamma professional gamerlar o'ynaydi.